azizlarimiz, bugun ayni damda navbatdagi tadbirlarimizni davom etamiz. Ya'ni go'zallikda tengsiz, mehr tengsiz eng chiroyli onajonimiz Masuda opamizni shukrona kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan, farzandlari nomidan, ya'ni musofir yurtdan Maryam Oy nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Undan tashqari esa Umar akamizni ham shu asnoda chiroyli sovg'alar bilan xursand qilamiz. Undan tashqari esa Ibrohimjon hamda Ahmadjonni ham bugun chiroyli bir ayyom bilan tabriklab chiqamiz. Javobgar hurmatli aziz mehmonlar, bu mening onam tabriklaganliging mana shunday fayzli xonadonga tashrif buyurishing asl sababi. Orangizni bugun chiroyli bir kunlari, shukronlik ayyomlarini nishonlayotgan, go'zallikda tengsiz, mehr tengsiz eng chiroyli xonim bor ekanlar. Masuda opamiz, qo'llaringiz bo'sh bo'lsa chiroyli bir kunroz qarsaklar. Marhamat, keliyam aka. Assalomu alaykum. Opajonim, ayyomlar muborak bo'lsin. Shukrlik kunlar muborak bo'lsin. Va sizni bugungi chiroyli bir ayyomingiz bilan, shukrlik kuningiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Endi topishingiz kerak bo'ladi. Sizni kimlar nomidan tabriklash uchun tashrif buyurganligimiz. Bugun xursandchilik ustiga xursandchilikka katta tantanani nishonlayapmiz. Albatta, kimlar nomidan tashrif buyurdi deb o'ylaysiz? O'g'lingiz, qizingiz, ismlari kim, qayerda ular? Musofir yurtda. İsimlerini aytib yubor. Aha, Maryam Oy nomlardan deb o'ylaysan, balkim boshqadir. Aynan shularmi? To'g'ri, chiroyli qarsaklarchamiz. O'zingiz topganingizdek, sizlar jondan aziz farzandingiz, jonajoningiz, mehribonligingiz, musofir yurtdan Maryam Oy nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Kelishimizdan oldin, bir necha kun oldin ham Maryam Oy bilan telefon orqali ko'p suhbat qurdik. Maryam Oydan so'radim. Bugun kimni tabriklaymiz, bugungi kunda kimni xursand qilamiz, kimni tavallud ayyomlari, kimni shukronlik kunlari desam, ya'ni Maryam Oy aytdilarki, opajon, siz o'sha kunda meni jannatimga tabriklashga borasiz. Siz o'sha kunda meni mehribonim tabriklashga borasiz. Siz meni bittagina, meni jonajonim, meni musofir yurtlarda duolarda asrab turgan, kaftlarning duolarida men bo'lgan jonajonim, ayajonim, qolaversa falari buzrukvorim, dadajonimni tabriklashga borasiz dedilar. Bugun chiroyli bir ayyomlari ayajonimdan xursand qiling opajon, ko'ngillarni oling. Chunki biz barchamiz voyaga yetibmizki, shu ota-onamizni qo'lida tarbiya topdik. Yemay yedirdilar, kiymay kiydirdilar. Nima bo'lsa faqat bolam farzandlarim uchun deb yashadilar. O'zlari uchun bir kun ham yashamagan ayajonim, faqat meni o'ylagan, farzandlarimni o'ylagan mehribonim. Ayajonim men musofir yurtaman opajon. Ayajonimni juda qattiq sog'indim. Bugungi kunda qaniydi yonlarda bo'lib, birgalikda nishonlasaydi. Musofirchilik sabab bu kunlar menga nasib etmadi. Lekin Allohdan duolarimni so'rayapman. Onajonim bilan birgalikda mana shunday chiroyli bir ayyomlarda birgalikda nishonlashni. Hayotimda ko'p narsalar bo'ldi opajon. Sizga aytsam adoq yo'q. Yaxshi yomon kunlarni boshimdan o'tkazdim. Yaxshi yomon kunlarni boshimdan o'tkazdim. Yaxshi yomon insonlarga duch keldim hayotimda. Hayotning har xil zarbalarini yengib o'tishib yonimda turgan shu ayajonim bo'ladilar. Agar ayajonim bo'lmaganda, men yiqilganda qo'llarini cho'zmaganda, bilmadim holim nimalar kechardi. Hayotda ko'p yaxshilik qildim. Yaqinlarimga qilmagan yaxshiliklarni kimlargadir qildim. Lekin javobiga nima oldim? Javobiga hech narsa. Men ayajonimga hali hech narsa qilmadim. Hech narsa qila olmadim. Lekin har doim meni boshimni silab, bag'riga bosgan shu mehribonim bo'ladilar. Meni
mas'uliyatlarim ko'p ayajon. Nasib etsa inshaalloh barchasiga birma-bir yetkazaman. Bugun chiroyli bir ayyomingiz. Inshaalloh Baytullohlarni ziyorat qilib, Allohning uyini ziyorat qilib, hoji onajonlar qatoriga qo'shilgan paytingizda ham mana shunday katta bayramlarni birgalikda nishonlaylik. Bugungi chiroyli bir ayyomlar bilan ayajonimni xursand qiling. Shu asnoda padar buzrukvorni ham gullar uzating ayajonimga xursand bo'lsinlar. Chunki ayajonni kulgularini ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Ayajonim xursand bo'lsalar, men ayajonni kulgusidan, tabassumidan kuch olaman, quvvat olaman. Doimo baxtimga sog' bo'lsinlar. Chiroyli gullar uzating ayajonimga. Gullarni qanday so'zlar bilan uzatay? Maryamjon desam, yana qizingiz aytdilarki, gullarni ayajonimga dunyoning eng go'zal onasi uchun deb uzatasiz dedilar. Ehtiyot bo'lasiz opajon. Gullarni berayotganda, chunki siz bermoqchi bo'lgan gullardan-da go'zalroq meni ayajonim bor dedilar. Eng chiroyli xonim-jonim, eng chiroyli xonadoningizda qo'shaloq bayram ekan. Ahmadjonni ham shukronlik ayyomlar ekan, shunaqami? Albatta bolajonimizga ham uzoq umr tilaymiz. Doimo bobosi, onajonisi, ayajonisi orzu qilgandek, yana muslim solih farzandlar qatorida bo'lishi tilakdoshimiz albatta. Bugun chiroyli bir kunda, ya'ni Maryamjonni sovg'asidan tashqari ajoyib bir sovg'a bor. Ya'ni Maryamjonni farzandlari bor ekan. Ibrohimjon ayyomlar muborak bo'lsin. Sizga ham oyijoningizni salomlarini yetkazib qo'yishimizni iltimos qilgan edilar. Sog'inganmisiz ayajoningizni? Sizni ham juda ham qattiq sog'ingan ekan. Nasib etsa inshaalloh tez kunlarda yo'llarda bo'laman deb va'da berdilar. Albatta Ibrohimjonni ham bugungi chiroyli bir ayyomda onajonlariga bo'lgan ajoyib sovg'alari bor ekan. Albatta ana shu sovg'ani chiroyli bir qarsaklar bilan topshirmoqchilar. Marhamat. Bugungi chiroyli bir ayyomda opajonim chiroyli bir tilaklar qolaversa, Maryamjon aytdilarki, opajon men barcha tilaklarimni ayajonimning ko'zlariga qarab, musofir yurtlarda yuzlariga qarab telefon orqali ham izhor qila olmayman. Andisha qilaman, balkim hattoki oyijon sizni yaxshi ko'raman degan so'zni ham bugun o'ylab qarasam kam ishlatarkanman. Aytib qo'ying, oyijonni men jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Boshimda doimo sog'-omon bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Doimo farzandimni qolaversa, barcha nabiralarni rohat farog'atini ko'rib, yaxshi kunlarimizda bosh-qosh bo'lib yurishlari tilakdoshiman dedilar. Shu asnoda tilaklarim qatorida chiroyli bir she'r yuboraman, o'qib berasiz agar ayajonim o'qib bersalar deganlar. Mayli o'qib bersam. Marhamat. Musofir yurtlarda farishta yuzda tushda ham ko'rmadim hatto bir bora. Har kungidan ko'proq har kuni sizni musofir qizingiz sog'indi ona. Uyga kelganimda sovuq devorlar uf tortib go'yoki bag'riga jonlar. Qo'limda qalamim, bilimda zo'rlar. Musofir qizingiz sog'indi ona. Uyalaman aytmoq uchun bu so'zni. Uyalaman ayajonni yoshga bermoqqa ko'zni. Lekton sahar o'sha yotgan issiq kulchanoylaringizni. Musofir qizingiz sog'indi ona. Taqdirda bor ekan deya yuribman. Shu bilan
ayani o'zimni aldab turibman. Sizga aytsam ayajon kunda ming xil bo'lib yashab yuribman. Musofir qizingiz sog'ligi ona, sizni Maryamingiz, sizni o'sha erkatoyingiz, sizni mehriboningiz bugun qattiq sog'indi. Ayajon, ayam dedilarda, bugungi ayyom bilan chin qalbdan farzandingiz muborak bo'l dedilar. Ayyomlar muborak. Bugungi chiroyli bir ayyomda bizni tilaklarimizdan tashqari endi mikrofonni o'zingizga uzatmoqchiman. Opajonim, sizni ham bugungi chiroyli bir ayyomda farzandlaringiz qolaversa mana sizni deb tashrif buyurgan mehmon joylaringiz, yaqinlaringiz bor ekan. Undan tashqari esa bizning kameralarimiz orqali ayni damda qizingiz Mayramjon kuzatib turibdilar. Nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, marhamat. Bachakon, xudoga shukur, jo'bishdan qanotdan sog'lom bo'lsin. Rahmat. Hurmat qadamiyat qalaytun. Dunyo bo'shat hamma ilohiy hammaton sog' salomat, qashotdan shaytonlar va huzur bachakon tuna bineton. Mana shunday chiroyli bugun qoldi aytgan tilaklarimiz sizdan tashqari Maryam oyning dadajonlariga ham atalgan barcha sog'inchlar, tilaklar albatta amakimiz u yoqqa ketganliklari sog'lom damadik. Keling amakijon, opamning yonlarida turing. Bugungi chiroyli bir ayyom, chiroyli bir tantana dadajonimniki ham desam mubolag'a bo'lmaydi dedi Maryamjon. Bugungi chiroyli bir ayyomda dadajonimni ham muborakbod etasiz. Chiroyli sovg'alar qatorida bitta chiroyli bir niyatimiz dadam bilan ayajonimni nasib etsa inshaalloh Allohning uyini, Baytullohlarni ziyorat qildirish, ular bilan birgalikda ziyoratlar qilish o'zimda ham niyatim bor. Har ikkini duolarimda so'rayman. Kecha kunduz nasib etsa inshaalloh tez orada mana shunday kunlarga, yorug' kunlarga yetkazsin Allohim yaratgan egam dedilarda. Unga qadar chiroyli bir sovg'alarim bor. Dadam bilan ayajonim uchun, ya'ni Alloh tomonidan musulmonlar uchun nozil qilingan muqaddas kitobimiz Qur'oni Karim, Obzamzam suvi, tasbihlar, mushki anbarlar solingan ajoyib Makkatul-Muh nusxasi tushirilgan naborlarni ota-onamni egilsa ham boshlari faqat ibodatga egilsin. 5 mahal sajdaga egilsin. G'animlar oldida hech qachon ham bo'lmasin dedilarda. Eng chiroyli va noyob naborlarni maxsus sizlar uchun berib qo'yishimizdan iltimos qildilar. Ayyomlar muborak bo'lsin. Opajonim ruxsat bersangiz, ya'ni Maryamjon aytdilarki, ayajonimni xursand qilaman-u, lekin o'rtada farzandimni ham juda ham qattiq sog'inganman. Shu sabab sog'inchlarimni farzandimga ham yetkazib qo'yasiz deb aytib o'tgandilar. Bir og'iz so'z bilan, ya'ni she'riy misralar orqali yetkazib qo'ying opajon deganlar. O'qib bersam maylimi Ibrohimjon? Oyijoningizning chiroyli bir tilaklarini. Albatta jon deb tinglaydilar. Marhamat. Sog'inchim jonimni jonsarak qildi. Yuragimga qo'shib bag'rimni tindi. Xafasan judayam o'zim bilaman. Musofir onangni kechirib bolajon. Halol luqma bilan katta qilyapman. Oson emas. Qiynalib ishlab kelyapman. Bolajonim, o'zimdan o'tganini o'zim bilyapman. Musofir onangni kechirgan bolam. O'zga yurtda yurishim zo'r havas emas. Bilaman, ko'pchilik to'g'ri yo'l emas. Eshitgan ayollaring ichra men emas. Musofir onangni kechirgan bolam. Birga yasholmagan menga ham alam. Qalbingda qolyapti shu ham bitta ham. Mehr demagan faqat shu onam. Musofir onangni kechirgan bolam. O'zim ham sog'indim. Bilib qo'yishman. Tushimga ko'rgandim xotin kuni. Musofir onangni kechirgan bolam. Men bori kechirgan bolam. Onalardek ertak
musofir onangni kechirgin bolam, oyijoningni ming bor kechirgin Ibrohim bolam dedilarda. Bugungi ayyom bilan chin qalbdan muborakbod dedilar. Ayyomlar muborak. Chiroyli bir ayyomda sovg'alarimiz, tilaklarimiz qatorida opajonim yana bir bor sizni xursand qilmoqchimiz. Endi bu safar keliningiz nomidan bugun kelishimizda keliningiz uchrashdilarda bugun ayajonimni xursand qilmoqchiman. Men bugun ayajonimga rahmat aytmoqchiman. Nima sabab desam, chunki men shu yerga kelin bo'lib kelibmanki, o'zimni kelin deb bilmadim, qiz deb hisobladim. Chunki ular shunday qabul qilishdi. Nimaiki ko'rgan bo'lsam, shu xonadondan ko'rdim. Nimaiki yaxshilikni ko'rgan bo'lsam, shu onadan ko'rdim, shu otadan ko'rdim. Hech qachon menga yomon nigoh bilan, qolaversa yomon so'zlar bilan dakka bermadilar. Nima qilsalar ham, xatoga xato qilganimda ham kechirganlar. Afv etgan shu oyijonim bilan dadajonim bo'ladilar. Bugun rahmat aytmoqchiman barchasi uchun. Agarda bilib bilmay ko'ngillariga ozor bergan bo'lsa, gavharlariga ozor bergan bo'lsa, meni kechirsinlar dedilar keliningiz. Albatta shu asnoda ajoyib sovg'alari bor ekan, ya'ni ayajonimni ko'ngillariga ozgina yo'l topish uchun dedilar. Erkalash ma'nosida chiroyli bir sovg'alar uzatasiz. Tilla o'ziklar, ayyomlar muborak bo'lsin. Kelin boshlanadilar. Bugungi chiroyli bir ayyomda ayajonimizni tabriklamoqchi bo'lganlar bormi oramizda? Marhamat yo'llariga kelamiz. Assalomu alaykum. Mehmonlar aziz, hammaton hamid dargohi mahalliy safediya namunador kelinasha hurmat va e'zoz karda ondagaton va rahmat shumona. In diyem tabrik shisiz. Avvalan in tabrikkadagi hobayam rahmat. Mana bu xil farzandoy asila voyaga rasondagi ana mulakaba ani kelini namunador ba. Ofarin, salomat bo'shan. Xush g'animat bilingiz bu davronlarning, bu o'tkinchi dunyoda hammamiz mehmonlikni o'z qo'li birla bergay zamonam ehsonlarni o'tkazaylik ayshila ko'ngilli har onlarni. Bibijonlar duosin qabul qilgil Xudoyo, mandaylarning duosin qabul qilgil Iloyo. Hammamizni murodu maqsadga yetkur Iloyo. Umedjoni musofiri va gashtagiya demoga kashonba noni Samarqand darvozi padar va modar jufti halolashon as xotirashon faromush nashavad. Maryamam yagdona farzandashon Xudo anzar. Peshonekashon nek shavad. Yoqubjon va soli oyanda pisar ne'matasha nasib kunad. Duxtaroshon va duxtari baxti podachiyat yar. Ana mehel sabr guftam va sabra eng bo'ylashi hamin inson badodagi. Shukr guftam ham shukra zo'rasha hamin xoharam badodagi. Sabr shukrashona evazash hamin budas rohat bilan farog'at bilan qo'sha qarib bilan hoji ota hoji ona shudan lavozimasha giftam Xudo nasib kunad inshaalloh. Xushomad etaman mikrofon. Piri badavlat, piri badisab sho'rgardim. Kelin xolis xizmatli, farzanda asil ashna, kelina mahram ashna. Xizmata xolis ashnas, jufta vafodor ashnas, mehnata rohat ashnas, mashaqqata davlat ashnas, nevarikoya hassoy piri shudagi inshaalloh nas. Yoqubjon bilan pisar ne'mata shetiyat, duxtara koshqa baxti duxtari podachiyat. Umidjon davlati behisob va soybash shuda dadai biya hoji ota hoji ona qadamba nasib kunad. Maryamam nomi butun oyanda va baxti oboda nasib kunad. Bachchi qo'shonga xushomaditon, salomat. Albatta yuzlari kulib turgan, ko'zlari kulib turgan beg'ubor opajonimiz. Sizni xonadoningizga kelib, bizni ham kayfiyatimiz oz bo'lsa-da ko'tarildi. Albatta, chiroyli insonlarning, yaxshi insonlarning fayzi xonadon insoni kayfiyatini ko'taradi albatta. Bugungi chiroyli bir ayyomda, chiroyli bir tantanada yana bir ajoyib sovg'amiz bor opajonimiz siz uchun. Ya'ni qizingiz aytdilarki, bugungi chiroyli bir kunda ayajonimiz bilan shu paytgacha hayotimiz shirinlikdek shirin, mazali, totli o'tgan. Bundan keyin ham barchamiz oilamiz bilan birgalikda hayotimiz shirinlik shirin, mazali, totli bo'lsin dedilarda, eng shirin, mazali, o'zingizga o'xshagan chiroyli tortlarni siz uchun tayyorlashgan. Marhamat shirinligimizni olib kelamiz.
emas, nafaqat farzandlaringiz nomidan qolaversa, bu mening onam tabrik agentligi jamoasi nomidan ham sizni bugungi ayyom bilan tabriklaymiz. Xursand ko'rganimizdan bag'oyatda yana bor xursandmiz albatta. Bugungi chiroyli bir kun, chiroyli bir tantana bardavom bo'lsin. Sizni yo'qlab kelgan barcha yaqinlaringiz yaxshi ko'zlar bilan qarayapti, sizga havas ko'zi bilan qarayapti. Biz niyat qildik sizni chiroyli xonadoningizga, shu insonlarni ham yaxshi kunlariga borib xizmat qilish bizga ham nasib etishini Alloh taoladan so'rab qolamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi ruxsat bersangiz sizni chiroyli bir mana shu go'zaldan go'zal opalarim bilan, singillarim bilan yig'ilmagan soatlarga olamiz. Davrimizni shoh-shoh qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Opajonim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling.